Hop, assalomu alaykum. Xodimlar yaxshimisizlar? Suvmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Va'da qilingan darslik bu video YouTube'ga chiqadi inshaalloh. Xayrli barakatli qilsin. O'zi boshqa narsa bermoqchi edim, lekin bu berishga qaror qilib qoldim. Juda ham kerakli. Bu mavzu bu darsda hech qanaqa texnik tomonlama, hech qanaqa strategiya albatta o'rgatilmaydi. Faqatgina tavsiya risk managementga oid hamma ma'lumotlarni detalni ochamiz. Juda ham ko'pchilik e'tibor bermagan va bilishi kerak bo'lgan tradingga katta fundamentlardan bittasi va risk management shunga bilishlariga kerak bo'lgan ma'lumotlar bor. Shu narsalarni bilib qo'yishlari kerak. Shuning uchun shu narsalarni o'rgatish uchun ham shu video qilinyapti. Xudo xohlasa manfaatli qilsin. Ko'pchilik e'tibor bermaydi. Masalan, YouTube'dagi darsliklar ko'radigan bo'lsa ham hamma texnik tomonlamada e'tibor qaratgan, psixologiya deydi, u bo'ldi, lekin katta usullardan bittasi risk management, lekin bunga ko'pchilik amal qilmaydi yokida kontrol qilmaydi. Bugun shu haqida gaplashamiz. Polni detalli narsalarni sochib boshqa nima qilamiz. Endi boshini aytay. Risk management bu imindi bu darsda qanaqadir risk to'g'irlash boshqa narsalar haqida gapiriladi, lekin qanaqadir formulalar, boshqa narsalar berilmaydi. Chunki mana narsa qilsa daromad chiqasiz yoki mana narsa qilsa daromad chiqasiz degan narsalar o'zini individual tarzda shakllanadi. Ya'ni o'zini strategiyasidan kelib chiqib, depozitidan kelib chiqib, psixologik hajmidan kelib chiqib, hammasi haqida bor edi. Chunki bitta hozir hammasini beramiz, o'zingizlarga to'g'rilab risk management tizimini tuzib olasizlar, xudo xolasa. Bugun gaplashadigan mavzuimiz ikkita, ya'ni risk management va trade management. Bular ikkiga bo'linadi. Ya'ni risk management boshqa, trade management boshqa. Risk management bu umumiy holatdagi risk boshqacha. Ya'ni qancha risk qilishim kerak, buni ikkiga bo'lishim kerak, uchga bo'lishim kerak yoki butun holat risk qilishim kerakmi? Risk qachon ortish kerak, qachon tushirish kerak, umumiy kapital qancha bo'lishi kerak, yo'qotish. Shular trade managementda qachon kirish kerak, paysaga qancha stop qo'yish kerak, qaysi holatlarda qo'shib olish kerak, qaysi holatda bizubitga olish kerak, qaysi holatda stop qo'yish kerak, hammasini detalni chekiramiz inshaalloh. Risk managementni hamma tushuntirish kerak emas. Hamma masalan o'sha boshidagi o'rgangan bazasida nimada tushungan, o'sha risk level muhimligini, bir foiz risk qilinishi kerakligini, uni oshirmaslik kerakligini, stop lossni kamaytirish kerakligini hamma tushungan. Masalan, razgon temasini, hammasini baribir ko'pchilik biladi. Shuning uchun bunga alohida ta'rif berib ketishyapti. Shuning uchun hamma bu narsani samarali biladi demoqchiman-da. Endi samarali risk management tizimiga e'tibor qaratish, ya'ni siz menejmentga e'tibor qaratishingiz risk managementga o'yinda yetarlicha uzoq qolishga imkon beradi. Ya'ni o'yin deganda bu trading hamjamiyatida uzoq vaqt qolishga, slip bo'lib ketmaslikka, yo'q bo'lib ketmaslikka yordam beradi. Shunda depozit nuqtai nazaridan eksponental tarzda o'sish, ya'ni kattalashishga mumkin bo'ladi. Ya'ni qanaqa kapital kattalashishi haqida ham batafsil gaplashamiz. Endi bitta narsani kelishib olaylik. Bizda ikki xil nimamiz bor. Ya'ni keyingi pozitsiyani natijasi noma'lum. Ya'ni hozirgi pozitsiyani ham, keyingi pozitsiyani ham, undan keyingi pozitsiyani ham biz kontrol qila olmaymiz. Ya'ni biz harakat qilamiz, boshqa narsa qilamizda, natijasini nima bo'lishini biz bilmaymiz-ku, uni kontrol qila olmaymiz. Lekin pozitsiya natijasi bilan bog'liq bo'lgan risk bizni bu nimamizda, qo'limizda, ya'ni ma'lum. Ya'ni biz o'sha narsaning riskini kamaytirishimiz yoki ko'paytirishimiz mumkin va bizga bog'liq bo'lgan faktor riskimizda, lekin uni natijasi bizga bog'liq boshqa narsani nima qilaylik. Keyin bitta oltin qoida bor tradingda. Buni hammaga nima qilish mumkin, lekin qaysi holatlarda ishlaydi, qaysi holatlarda ishlamasligi ham mumkin. Tradingda bu investitsion soha bo'lgani uchun o'zingizni pulingizga savdo qilishingiz mumkin emas. Ya'ni siz masalan $100 bor, $200 bor, $500 bor, $1000 bor, lekin bu oxirgi pulingiz. Oxirgi pulingiz va shu pulga savdo qilishingiz mumkin emas, chunki har xil psixologik holatlar, shu pulni yo'qotib qolaman yoki yo'qotib qo'ysam nima bo'ladi, qo'rquv, shubha, azar degan narsa o'ynaladi. Shuning uchun ham investitsion soha bo'lgani uchun investor bilan ishlash kerakligini aytiladi. Hozirgi holatda prop kompaniyalar bor, investor bilan ishlashlar bor, boshqa narsalar bor, lekin baribir kimdir masalan $1000, $2000 ishlash mumkin, lekin bitta narsaga rozi bo'lish kerak. U pul yo'qolishga ham rozi bo'ladigan darajada sizga miqdori bo'lsa, o'shanda ishlash kerak. Chunki o'shanda hech qanaqa psixologik bosim bo'lmaydi. Men aytamanki, o'quvchilarimizga ham boshqa narsaga ham bu pul masalan $500 qo'ymoqchiman, $1000 qo'ymoqchiman, bo'ldi, $1000 qo'ymoqchisan. Bu pul yo'qolib qolsa nima bo'ladi? Ya'ni yo'q bo'lib qolsa, sen bu narsaga rozi bo'lasanmi desam, men rozi bo'laman. Chunki mana shu yerda haqiqiy ustunlik tomonni siz yutib chiqasiz, shunda psixologik hech qanaqa davleniya bo'lmaydi. Shunda zo'r.
Shuning uchun ham kimlar aytadi-ku, investor bilan ishlash qiyin, boshqa investor bilan ishlash qiyin emas. Investor bilan kelishmovchilik, boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham shaffof qilish kerak. Chunki investor bilan ishlaganingizda ham sizga masalan pro kompaniyada ishlaganingizda ham kunlik to'lovdan yoki haftalik to'lovdan beradi. Nima deydi shunaqa prostatga? Masalan 30%, 20% yoki 10% masalan 10 minglik sotib bo'ladigan bo'lsa, 10% men roziman deydigan bo'lsa, katta ehtimol bilan $1000 yoki-da 30%, $3000 men roziman. Agar 3000 deydigan bo'lsa, san mehnatingga, men pulimga roziman degan narsalar kelishishadi. Ya'ni shunaqa qilishadi. Shunda psixologik shunaqa davleniya bo'lmaydi. Shunda agar siz psixologik o'zi tradingda psixologiya boshqa narsa sinadigan bo'lsa, o'zi keragi yo'q, ishlashda ham boshqa narsa. Shuning uchun ham hammasini shaffof qo'yish kerak. Endi mana shu yerda endi buni lodni nima qilmadim, chunki juda ham chiroyli nima qilingan, texnik tomonlama, anaqa kiritish tomonlama, shuning uchun qoldirdi. Texnika, endi texnik analiz, psixologiya va risk management umumiy yig'indisi pribylli tradingga olib kiradi. Ya'ni siz mana bundan zo'r nima bo'lgan ekan? Siz texnik tomonlama zo'r tushunib, zo'r hamma narsani qilib, o'zingiz trade planingizni shakllantirgansiz, hamma detalni kirib chiqishlarni shakllantirgansiz, zo'r bo'lgansiz. Va undan keyin psixologiyangizni zo'r shakllantirdingiz, kutishni bildingiz, kirishni bildingiz, do'xingizni nima qildingiz. Lekin sizda risk management bo'lmaydigan bo'lsa, hammasi bir teng. Bularni uchalasi ham bitta ustun. Agar bulardan birontasi bo'lmaydigan bo'lsa, sizda hammasi bir tomonga olib ketadi va sinadi. Shuning uchun aytiladiki, 35%, 30% va 40% o'rinda nima qiladi? Shuni yig'indisi 100% nima qiladi? Siz professional trading bo'lmoqchi bo'lsangiz, ya'ni pribylli tradingga kirmoqchi bo'lsangiz, har doim mana shu 3 ta detalniy elementlarni siz joy-joyiga qo'yib qo'yishingiz kerak. Bizda hozir hammasi qanaqa texnik tomonlama qo'yib berilgan, bank strategiyasi, ICT, SMC, trendliniya, boshqa narsalarda kiriladi. Bundan keyin masalan psixologiya o'rganiladi, psixologiya kerakligida risk management to'g'rilamasiz, ya'ni siz riskingizni kontrol qilmasangiz, bir safar katta, bir safar kichkina risk roverlarni o'ynatib tashlasangiz, sistematichniy nimani targ'ibot qilmasangiz, bunda rasvo siz 1000 pul topsangiz ham yo'qotganingizni nima qiladi? Chunki qaysi paytda katta miqdorda yo'qotgansizda, keyin topishingiz kerak bo'lganda 0 masalan 2% risk qildingiz, minus qilib qo'ydingiz. Endi o'sha 2% qoplashsa siz 0.25 ochasiz. Uni qoplash uchun qancha pul ketadi? Shu joylarda borda, shu uchun ham uchalasini bir xil saqlagan holatda bir xil o'rinda olib ketish kerak, shunda ideal bo'ladi. Ko'pchilik mana shu yerga fokus qilib bo'lganda, yo'q, fokusni bir xillik qilishimiz kerak. Oldin texnikani yaxshilaymiz. Hamma kirish chiqishlar, detalni nimalarni, protokollarni yozib olamiz. Undan keyingi holatda psixologiyani, ya'ni o'sha bu pul bizga kerakmi, kerak emasmi, bemalolmi? Keyin masalan kirib chiqish zonalarini, shu o'tirishlar, boshqa narsalarni tinimga qilib, undan keyingi risk nimalarini yozib chiqamiz. Qancha risk qilyapmiz? 1%, 2%, necha foiz error bo'lyapti? Necha error bo'lyapti? Risk rover 1 3, 1 2. Ko'pchilik masalan risk roverda ham sistematichni qo'yadi. Va ko'pchilik anaqa dinamichni qo'yadi. Dinamichni deganda biz haqida yana gaplashamiz. Risk rover qanchalik muhimligini. Endi zo'r gap bor. Yomon risk management yaxshi trade'ni buzib qo'yishi mumkin. Ya'ni zo'r trade'ni buzib qo'yishi mumkin. Chunki siz daromad tradingda katta risk qilib minus qilib, keyingisini plusga olish yoki boshqa holatda bo'lib qolishi mumkin. Yokida 4 marta 1% qilib topdingiz, qancha 4% va bitta 4% risk qildingiz. Shuning uchun aytiladiki, yomon risk management yaxshi trade'ni buzib qo'yishi mumkin. Yaxshi trade management yomon savdodan ko'rilgan zararni bartaraf etishi mumkin. Ya'ni yomon savdo deganda yaxshi masalan risk management qilib bir xilda risk, mana bir xil qildingiz, masalan 1% risk qildingiz, 3% minusda bo'ldi. Va yana bitta 1% risk qildingiz. Biriga 4 error olib chiqib ketdi va shunda 0 yopiladi. Shuning uchun aytiladiki, risk management har doim traderda qutqaradi. Chunki bu bozorda ehtimoliy nazariya. Hech qanaqa 100% strategiya yo'q, hech qanaqa nima yo'q. Biz o'sha ehtimolimizdan kelib chiqib topamiz. Masalan, o'sha 60% vinet bo'ladigan bo'lsa, 10 ta zirkadan 6 tasi o'xshaydi, 6 tasi birga bo'ladigan bo'lsa, dakansi foydada chiqaramiz. Masalan, bizda 4% minusda, bitta qiladigan bo'lsangiz 18, ba'dan keyin 6 normalniy. Sekin foyda chiqaradi. Endi bitta narsaga biz ko'nikmaymiz, ko'p tradingda ko'nikmaydik. Ya'ni stop olishi bu normal holat. Ya'ni shu aytiladiki, bitta aytiladiki, expansion fazada har doim nima bor?
retracement bor. Mana shu nima retracement, masalan, stop olishingiz, ketma-ket stop olib qolishingiz, 2-3 marta olib qolishingiz bu normal holat. Ya'ni bu albatta geosiyosiy holat bo'lishi mumkin, o'zingiz barqarorlik bo'lmasligingiz mumkin, bozor o'zi bermasligi mumkin, lekin bu normal holat. Ya'ni hech qanaqa tushish bo'lib turganda yoki minus qilib turganingizda endi silib qolishingiz bu normal holat emas, lekin minus qilib turganingiz bu normal holat. Masalan, 1% risk qildingiz, 2% risk qildingiz, 3% risk qildingiz, bu bo'lmayapti. Endi albatta strategiyada bas boshqa narsada emas, bu normal holat, chunki bozorda o'zi bermayapti. Ya'ni bozorda yaxshi holatlari bo'lmayapti. Endi risk chegarasi va riskni oshirib borish degan ma'noda nima qiladigan bo'lsak, endi bizda ko'pincha masalan akkaunt olganda, masalan prop akkaunt bo'ladimi yoki real akkaunt bo'ladimi farqi yo'q. O'shanda masalan 0 dan direkt o'zi imенно startdan pastga tushadigan bo'lsa, masalan bizda 10% dedik, bitta 20% nima qilingan, 10% degan bo'lsak, o'shanda mentalniy diskomfort sraz oqiziladi. Bu nima deydigan bo'lsangiz, men tezroq foyda qilishim kerak, minusga tushib qoldim, o'shani qoplashim kerak, boshqa narsa deyishim kerak. Hamma psixologik dalilni olib kelishadi. Yo'q. U minusga tushdi degani, u qanaqadir o'ldi, boshqa narsa qildi. Chunki sizda masalan 10% bo'ladigan bo'lsa, 2% minus bo'lgan. Hali sizda 8% holatingiz bor. Bemalol nima qilishingiz mumkin. Mana shu yerda eng yomoni o'zi aslida formula bo'yicha riskni, men hozir ochiq ochib ketaman. Riskni 0 dan baland bo'lgan paytda oshirishimiz kerak. Lekin O'zbekistonda traderlar, juda ham ko'p o'zimizni bilgan traderlar minusda bo'lgan paytda oshiradi. Ya'ni hozir men aytdim 1% qildi, 1%, 2% qildi. Endi bitta 2% qilaman, biriga 2 qo'yaman, 4% 2% bo'lib qoladi, 4% bo'ladi, tepaga 2% bo'lib qoladi. Yo'q. Siz namotiga minusga tushganda siz riskni kamaytirishga nima qilishingiz kerak? U ham qachon? Bu ham masalan tavsiya berilmaydi. Holatda tavsiya berilmaydi, lekin ko'pchilik psixologik holati valna bo'lganini hisobiga amayli shundan tavsiya beramiz. Masalan, o'zi aslida risk menejmenti bundan mumkin emas. Ya'ni 1%, keyingisi 1% bo'lishi kerak. Lekin shunda 0.5% ga tushishingiz mumkin. Shunda nimaga deydigan bo'lsak, psixologik davleniya bo'lmaydi. Shu uchun ham 0.5 ga tushiringlar degan ma'noda qilinadi. Endi bitta mendan diskomfortni prosta o'tirish kerak. Kutish kerak. Bu oxirgi zamon emas, bu oxirgi nima emas. Agar mana shu yerda siz yomon mana shu yerda bitta narsani bilinglar. Agar siz risk menejmentingizga, boshqa narsaga e'tibor qilib, minus e'tibor qilib boshqa narsa qilar ekansiz, siz texnik tomonlama holatga e'tibor bermaysiz. Siz bitta prosta nolga tushdimi? Masalan, meni hozir account features account va boshqa narsalar accountim hozir minusda. $250, $300 minusda. Prosta minusga tushgan o'sha turibdi. Hali paysa ochilgani yo'q. Chunki bozor hali bermayapti. Bozor beradigan bo'lsa, kiramiz. Shunda. Shunaqa. Endi shu narsani his qilish kerakki, biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan mana minusga emas, biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan risk holatimizga, ya'ni $250 risk qilamizmi, $300 risk qilamizmi, $500 o'shani bilishimiz va bozorda maksimal darajada e'tibor bilan qarashimiz. Lekin buni minusga tushganda tezroq qoplayman degan narsa miyani iltimos chiqarib tashlaydi. Chunki bu yomon va bu narsa nima olib keladi? Mental noqulaylikka, zararni o'rnini qoplash urinishga va tartibsiz treydga va hamma narsani panikaga olib keladi va bundan keyin minus bo'ladi. Chunki e'tibor beringlar, juda ham ko'pchilik statistikasini ko'rganimda, imенно minusga tushgan paytda katta risk qilishni boshlagan, o'sha yerda panik qilishni boshlagan. Masalan, 0 dan teppa bo'lgan paytda panik qilmaydi, 0 dan pastga tushgan paytda panik qiladi. Nima desangiz, aytadiku, zilkoshgan joyimni chiqib bersa bo'ldi, shunga shukur qilaman deydi-ku. Shunaqa gap. Shuning uchun ham minusga tushgan paytda hech qanaqa oddiy holatda his qilib, biroz ishlash kerak. 10 endi qat'iy so'qiladi, siz vinyetingiz 60%. 10 ta zilkadan 6 tasi o'xshaveradi. Samasa bu, ya 4 tasi o'xshamaydi. O'zingizga ishoning, pul trade qiling, boshqa narsaga e'tibor qilmang. Endi bitta aytilyaptiki, sifatli pozitsiyalar, tasodifiy natijalar, hammasi masalan bitta nima qilingan, stop bo'ldi. Masalan, sizda 4 marta stop bo'ldi. Qo'rquv, shubha, emotsional buzilishlar va undan keyingi 4 ta ham обязательно bu narsa hammada stop bo'lib ketaveradi. Nimaga desangiz, chunki 4 tadan keyingisi, masalan 4 ta stop bo'ldi. 4 tadan keyingisi nima bo'ladi deydigan bo'lsak, panika, ya'ni pul yo'qotib qo'yamanmi, minus qilib qo'yamanmi? Texnik tomonlama o'ylanmaydi. Faqatgina o'sha yomon narsa, ya'ni yomon o'y-gumonlar, qo'rquvlar, shubhalar hammasi detan olib ketadi va bundan keyin tega olish boshlanadi. Aytilyaptiki, yomon paysalar va ularning keladigan zararlari, ya'ni bitta ham emotsional sizga zarar beradi, ham psixologik zarar, ham kapitalizmga bo'lgan zararni olib keladi. Shuning uchun ham normal holatda o'zingizni his qiling. Endi bu narsani yo'qotishning yagona yo'li bor. Buni narsani yana gaplashamiz. Ketma-ket zarar. Men yomon treyderman. Sistemani ishlamayapti. Yangi narsani izlayapman.
Mana shu yerda bitta juda katta narsa yashiringan. Odamlarda juda ko'pi, men sizlarga aytaman, strategiya sakrab yurishini asosiy sababi mana shu yerda. Ya'ni strategiya 4 marta o'xshamay yoki 5 marta o'xshamay qoldim, stop olib qoldimmi? Endi bitta normal holat, ya'ni u qaysidir protokolga asoslanmagan. Endi bitta men aniq protokol bilan ishlab turib stop olgan holatlarda aytyapman. Kimdandir protokol bilan ishlamasda prosta qo'pol qilayotganda tuyg'usiga ishonib ketadiganlar bo'ldi. Men protokol bilan ishlaydiganlarga aytyapman bu narsani. Protokol bilan ishlab 5 ta yoki 4 ta stop oladigan bo'lsangiz, bu normal holat qaysi holatlarda? Chunki sizni viningiz 60, o'zingiz bilib olishingiz kerak. Bu stop olganda bu normal holatmi? Normal holat. Mana shu yerda hamma panika qilib, strategiya almashtiraman, chunki mana strategiyaga o'xshamayapti. Aytadi-ku, bozorda algoritm o'zgaribdi, boshqani chiqibdi. Chunki bitta o'sha stop olgan paytingizda kimdir Instagramda ko'rib qoladiganmisiz, buni stop olib qo'yganmisiz, uni yomon yo'qdi. Unga o't ketadi. Shuning uchun ham hamma trendminadan ICTga, SMCga, SMCdan SNRdan keyin bank strategiya balobatlar o'tib kelgan. Lekin bittasidan tushunish kerak. Любой strategiyada win rate o'rtacha 60 yoki 50 yoki 70, 100% win rate narsa yo'q. Tasavvur qilinglar, shunaqa, lekin hammasida stop bor. Shu narsaga qachonki rozi bo'lgan holatda ishlayotgansiz, endi stabilniy trade qachon bo'ladi deydiganmisiz, shu narsaga rozi bo'lgan holatda ketish aytilyaptiki, ketma-ket zarar, men yomon treyderman. Ya'ni men yomon treyder bo'lib ketdim. Endi bu bo'lmayapti, bitta menda bo'lmayapti. Sistema yomon ishlayapti. Chunki uni kimdir sistema yaxshi ishlayapti. Yangi narsani ishlashni boshlashim kerak degan narsa bo'lib qoladi, lekin ketdi. Savdo tizimining haddan tashqari murakkablashuvi va unga izchil amal qila olmaslik. Mana shu yerda uchinchisi, ya'ni qo'qish degan narsa ro'y beradi. Masalan, u strategiyadan bu strategiyaga o'tdi, endi bozorga kirishdan qo'rqib qoladi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, u sistemada bunga o'tdi, bunda ham ishlamadi, bundan keyin unga o'tdi, bunda ham ishlamadi. Chunki endi bitta ikkita uchta holatlardan bor, texnik tomondan, ya'ni qaysi protokolda balki xato qilgan, qaysi holatlarda bozor o'zi berib turgan. Chunki 2025-yil ikkinchi kvartaldan bozor o'zi rasvo bo'lishni boshlayapti. Bu narsa normal holat. Chunki любой treyderda minusda yoki plusda yoki boshqa topmagan holatlari bor, qaysi holatlarda minus qilyapti, slip qilayotganlari bor. Tushunyapsizlarmi? Hammasida bu narsa tabiiy. Bu aniqda bu narsa. Shuning uchun ular rozi bo'lishlayapti. Bozor asab bo'lgandan keyin bu narsa joy-joyiga tushib ketadi. Va shunda. Mana bu gap ham juda zo'r. Treyderlarning hisoblarini yo'qotishning asosiy sababi ularning strategiyasida ishlamasligida emas, balki ularning sifatli risk management tizimi yo'qligidadir. Bu esa qo'rquv, shubha, ruhiy beqarorlikka keltirib chiqaradi. Chunki siz minus qilganingizdan keyin katta risk olasiz, bu aniq. Chunki minus tushgandan keyin aytdim-ku, katta risk qilishni boshlaydi. Bu narsa yomon. Va asosiy bularning strategiyasiga nimasi? Yo'qotishga sabab strategiya bas. Masalan, siz profitable trader bo'lmasligi sabab ham qaysidir paytda strategik bo'lmasligi mumkin. Uni risk managementda to'g'rilash mumkin, chunki shunga narsaga ham e'tibor qaratishingiz kerak. Hop. Endi bitta metod bor. 20 ta trade bitim metodi bor. Ya'ni bu tradedan bitim ham desa bo'ladi. Ya'ni bu nima deydigan bo'lsak, bizda ratsionalniy holatimiz bor va obyektiv holatimiz bor. Ya'ni ratsionalniy holatda biz stop oldik, tek oldik, hammamiz zo'r, hammasi idealni, hammasi chotga ketyapti lekin degan joyi bor. Stop olgan holatimizda tag olish boshlaydi. Mana bittadan ko'rgan bo'lsa-da plus minus bo'lib ketib qoldi. Va men aytyaptiki, ya'ni не умею торговать. Ya'ni men торговать qilmayman. Men shunday yomon treyderman, hammasi. Nimadan kelib chiqadi desiz, to'rtta minusdan. Va undan keyin yana plus minus va 10%. Masalan, chunki bitta 5 tasimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Umumiy holatda 5 6 7 8 9 10 da. 10 taga 10 taka. Mana 50% vinit va 10% foyda. Endi mana shu yerda hamma sinadi. Hamma mana shu yerda sinadi. Chunki to'rtta stop olib qoldi, bu nima neto bo'ldi, nima qilishim kerak, boshqa narsa qilishim kerak, sizga almashtirishim kerak. Yo'q, prosta savdo qiling. Endi bitta bu metodni nimasi ham, masalan, o'zingizga yangi strategiyangiz topdingiz. Yangi strategiyani testing qildingiz. Hammasi ideal, hammasi. Pul tashing yoki prop olingda 20 ta trade metodini qo'llab ko'ring. Ya'ni nima o'ylashdan qat'iy nazar, men risk managementni 1% qilaman, dedik, yoki 0.5% qilaman, yoki 1% qilaman. Masalan, vinetez 60% deydigan bo'lsa, 20 ta trade ochaman. Umumiy holat. Va o'shalarning hammasini yozib yuraman. Yozib yurganimda
16mi, 17mi stop olasizmi, tek olasizmi, vosh farqi yo'q. 20 tagacha boring. 20 tadan keyin plus minus qo'ying. Endi общий valasini olganingizdan keyin qancha masalan davomiy plus bo'lgan, qancha minus bo'lgan, o'zingiz ko'ring. Masalan minus bo'lgandan keyin plus bo'lganlarni ko'rsangiz, bu sizga emotsionalniy sal bo'lsa ham, o'yinni oshiradi. Ya'ni minusdan keyin plus bo'ladi, shu narsa qilish kerak. Men e'tibor berishim kerak degan narsa riskimga va ideyamga, lekin stop olsam qanot chiqishda bas gap degan narsani qilish kerak. Chunki bu yerda ham 10 ta demayapti. Bitta bitim trade 20 ta trade qilmaganlarni to'xtash yo'q, 20 tadan keyin bu narsani hal qilishimiz kerak. Endi bu narsani checklisti ham bor. Ya'ni checklist deganda o'zingizlar uchun Notion'ga yozinglar-da, shablon qo'yinglar, o'sha narsani hammasini detalni qilish kerak. Masalan, bu yerdan 20 ta trade deylik, ha. Birinchisi ketdi. Siz masalan birinchi kun yoki birinchi nima qochmoqchi bo'lsa, trade strategiyasi bo'yicha qildingiz. Masalan, sizning strategiyasi bo'yicha hammasi mosh tushdi. Masalan, tasavvur qilinglar, K-level va P-level bor, hammasidan CRT deymiz. CRT tasdiq bo'ldi, tasdiq bo'ldi. Galochka. Tis. Risk management bo'yicha qildingiz. Masalan, 1% risk qildingiz. Tis. Trade planga yozib qo'ydingiz. Trade planingiz bor. Albatta qo'shib ketadi. Trade planga buni sabab ko'ra, buni tasdiq ko'ra, men stop qo'ydim, hammasi kirdingizda. Endi execution, ya'ni oxirdagi holat. Bu yerda aytilyaptiki, agar siz pozitsiya ochishdan yoki uni ushlab turishdan noqulay, lekin stress his qilyapsizmi, sezsangiz, demak siz juda katta risk ishlatyapsiz. Hammada shu muammo bor. Ya'ni zekan ochib tura olmayman, bir ochdan o'qiyapman, qanaqa noqulaylik bo'lyapti, boshqa narsalar bo'lyapti deyilsa, asosiy sababi katta risk olganda. Mana shu paytda riskni kamaytirishni maqsad beramiz. Endi albatta riskga shunday narsa qo'shilganki, sizga noqulay bo'lyaptimi, noqulay bo'lmayaptimi? Noqulay bo'lmayapti, tirs. Ikkinchisi noqulay bo'ldi, tirs. Endi albatta o'zingiz uchun yangi narsani kashf etasiz, 20 ta bo'lmaguncha. Chunki albatta plus minus, masalan, galochka x bo'ladida, x bo'lgan paytda ko'radigan bo'lsangiz, hammasi bor, riskingiz oshgan yoki o'sha turishga yoki boshqa holatlarda endi albatta o'sha tura olmagan x sababni yozib ketib boshqa narsani qilasiz kerak. Hamma narsani detalni x, y o'sha detal narsalarda qilishimiz kerak galochka bilan. Va shunda juda ideal bo'ladi. Masalan, qaysi holatlarda biz galochka qo'ydik, o'zimizni yaxshi his qildik, o'sha yaxshi his qilgan holatimizda risk katta qiladimi? Yo'q. Biz o'zimizni noqulay his qilgan holatimizda risk katta qiladimi? Risk katta qiladi, shu sababdan. Demak, sababi nima ekan degan narsani qiladigan bo'lsangiz shu. Endi men narsani juda ko'p ba'zilarga aytamanki, doktorga borsangiz kerak, birinchi analiz topshiring, keyin men sizga kasalligingizni aytaman dedi. Tradingda ham xuddi shunaqa. Endi siz muammo bo'lyapti, buni muammo yo'q, buni muammo deganingiz balki boshqadan. Ya'ni shu uchun ham o'zingizni analiz qiling. Mana shu yerda bu narsa 20 ta trader metodologiyasi, trade metodologiyasi shu narsaga yordam beradiki, nimada xato qilib turganingizni aytasiz. Masalan, trade bilan xo'shmaganmisiz, x shunaqa ketaverasiz-da, shunda juda zo'r nimasini olib berasiz galochka bilan. Tushuntiradigan bo'lsam bo'ldi. Riskni qabul qilish chegarasi quyidagilarni bor. Ya'ni riskni qabul qilish bo'ldi, shu narsaga roziman degan narsa. Birinchidan psixologiya, to'laqonli rozi bo'lish, moliyaviy holat o'sha aytganimizdek minus bo'lib qolsa ham, boshqa narsa qilib qolsa ham, bu narsaga roziman degan holatda tajriba darajasi. Qancha masalan darajasi oshgansanda bu narsaga yaxshi sekin bog'lanib boradi. Keyingisi hayotiy sharoitlar, ya'ni ichkidan xarizm bo'lmasligi, boshqa holatlar shu narsaga bog'liq. Va keyingisi riskni oshirish faqat kapitalni oshirish bilan birga sinxron bo'lishi kerak. Ya'ni agar risk kapital oshmasa, bu beqarorlik ketma-ket zararga yokida noto'g'ri irratsional savdo qarorlariga olib keladi. Ya'ni bitta narsani kelishib olaylik. Riskni oshirish ikkita o'zi bog'liq tomoni bor. Ulardan asosiy bittasi faqatgina kapital kattalashganda risk oshiradi. Masalan, sizda 10 ming dollar bor edi va siz u narsani 1000 dollar 1% dan qilib turadingiz. 1% deydigan bo'lsak. Endi sizda maqsad shu narsa bo'lsinki, riskni emas, kapitalni oshirishga harakat qilaylik. Masalan, kapital 12 ming bo'ldi, endi sizda riskingiz foiz oshadi. 13 ming bo'ldi, 15 ming bo'ldi, 16 ming bo'ldi, 20 ming bo'ldi. Shu narsa kelib chiqadi. Masalan, metod nima qilinganki, mana sizda masalan tasavvur qiling, bitta endi nima bilan qilingan va bu 10 ming dollar bilan bo'lishi mumkin. Masalan, riskni kvartal chorakdan bo'yicha oshirish metodi. Masalan, sizda birinchi kvartal bo'yicha 1000 dollar pul bor edi va sizda riskingiz 10% bo'lishi kerak. 1000 dollar 100 dollar bo'ladi. Keyingisida 2000 bo'ldi.
Endi kapitalni oshirdiz. Siz mingdan olib bo'lib turib, oxirida siz kapitalda qildingiz, masalan, aqlab qo'ya olmadingiz, kapitalni oshirdingiz. Endi sizda riskingizni holatda 2000 ga ko'chdi yoki sizda 10% bo'ldi. Endi kapital endi 3000 bo'ldi, 3-kvartalda, 4-kvartalda 5000 bo'ldi. Endi 500 bo'ldi. Shuning uchun ham risk kattalashtirmoqchimisiz? Kapital kattalashtirgandan keyingina risk kattalashtirish kerak. Shunda haqiqiy stabilniy trade bo'ladi. Endi bu yerda aytilyaptiki, riskni juda tez oshirish psixologik beqarorlikka olib keladi. Ya'ni siz sразу riskni $200 dan $1000 qilmoqchi bo'lsangiz, sразу qanaqa psixologik travma yo'q qilaverasiz. Shu narsadan rozi bo'lish kerak. Masalan, sizlar shu narsani bilinglarki, riskni oshirib turganda ikkinchi tomon nima? Masalan, o'xshamay qolishi, boshqa narsalar, lekin riskni siz bitta oshirib olishingiz sizga psixologik yaxshigina travma olib keladi. Shuning uchun ham tavsiya berilmaydi. Endi riskni oshirishning shartlari bor. Qanaqa holatlarda? Masalan, ikkinchi holat dedim-ku, bu yerda kapitalni oshirish kerakligi bor va $100 masalan endi $1000 bor edi-ku menda. $1000 bor edi. $1000 bor edi. O'shani $200 qilmoqchi bo'lsangiz, bu yerda shartlari bor. Bu nima deydigan bo'lsak, birinchidan riskni oshirish shartlari bor va ularning birinchisi ijobiy natijalar, ya'ni o'sish. Masalan, bir oylik natijani ko'rdingiz, 2 oylik natijani ko'ryapsiz, yaxshi ketyapti. Masalan, 60% minut bo'lsa ham 1% qilsangiz oshib ketyapti, olib ketyapsiz bemalol. Bu narsaga o'z ishoningiz keldi. Endi o'zi aslida-chi, bu narsani masalan 5%, 3% qilsa ham bo'ladi. Uni nimasi ham yo'q. Masalan, siz baribir summani olib ketishingiz yoki boshqa holatda olib ketish ham mumkin, lekin degan joyi bor. Uni eplolmaydigan holatlar bo'lib qolishi mumkin degan narsa ham bor-da. Shuning uchun ham ijobiy natija, ya'ni yaxshi bo'lyaptimi va shu narsani qilish kerak. Ya'ni ijobiy natijada bo'lganda o'sish bo'lyaptimi, bu yaxshi. Savdo jarayonining barqarorligi, ya'ni bir xil ketyapti. Risk menejment bir xil ketyapti, strategiya bir xil ketyapti, reja, trade planlar hammasi bir xil va bir tekisda ketyapsiz. Shaxsiy psixologik qulaylik, ya'ni hech qanaqa stress yo'q. Masalan, u pul yo'q bo'ladigan bo'lsa ham, boshqa qanaqa bo'ladigan bo'lsa, sizda masalan безопасный подушкасы bor, boshqa narsalar bor. Shunda risk qilishga bizga qobiliyat yetadi. Ya'ni bu nima demoqchiman bunda? O'sha aytganimizdek, kapitalni yoki riskni yoki prop kompaniyada 0 dan tippaga, masalan sizda masalan 100 ming akkaunt bor deylik, 2000 bo'lib qoldi. O'sha masalan 102 ming bo'lib qoldi. O'sha 2000 dan endi siz xohlasangiz $500 qiling, chunki undan oldin masalan nima qilaylik? Sizda 100 ming akkaunt bor. 100 ming akkauntning birida 103 ming bo'lib qoldi. Siz $1000 risk qilardingiz yoki 0.5 dan risk qilardingiz deylik. 0.5 dan risk qilardingiz, biriga masalan biriga 3 yarabdan ikkita oldingiz va sizda $3000 bo'ldi. Endi $3000 dan siz endi 1.5% dan 1.5% ga o'zgartirishga siz haqqingiz bor, agar yaxshi ketadigan bo'lsa, lekin 0 ga tushgan bo'lsa bu narsaning imkoni yo'q. Shu narsani kelishib olaylik. Endi keyingisi risk management tizimining tuzilmasi. Bu nima deydigan bo'lsa, birinchisi risk parametrlari, risk limitlari va drawdown protokoli. Bu narsa ham juda kerak. Xo'p, bizda nima qo'shibmanmi yo qo'shmabman bunda? Dinamichniy nimalar, chunki mana qaraylik. Risklar qanchalik muhimligini tushuntirib beraman. Endi bu yerda ko'proq misollar yo'q, faqatgina gapda, chunki misollarda ko'pida kimlarga tushunmas ekan, chunki shu uchun ham ko'proq gapda tushuntirib ketaman. Qaranglar. Bizda dinamichniy nima bor va sistematichniy errorimiz bor. Sistematichniy error deganda bu statichniy error deydi. Dinamichniy bilan statichniy. Ya'ni dinamichniy error bu siz grafikka qarab turib error qo'yishingiz. Masalan, tepametda 1 ga 5 yoki 1 ga 6 bo'lib ketishi. Bu dinamichniy. Statichniy deganda 1 ga 3 yoki 1 ga 2. Standart boshqa narsa bo'lmaydi. Mana bu yerda ham nima qilib boshqa hali bor ekan. Standart 1 ga 2, 1 ga 3 nima qilib olishimiz kerak. Endi bu yerda shu atamanki o'zingizni holatingizni biling. Ya'ni sizda dinamichniy error qo'yasizmi yoki sistematichniy? Sistematichniy bo'lganda sizga 1 ga 2, 1 ga 3 satnashingda bir xil risk qiladigan bo'lsa, doim foydali chiqasiz. Lekin dinamichniyda biznes-bitga olishingiz mumkin, boshqa narsa qiladi. Lekin o'zimning tavsiyam 1 ga 2, 1 ga 3. Masalan, sizda tepa targetingiz bor, 100% bo'lishi kerak, lekin 1 ga 2, 1 ga 3 bo'ldimi, sistematichnikni bo'lishundan chiqib keting. Mana shu yerda ko'pchilikda surib bo'ladi. Yo'q. Sistematichnikda har doim 1 ga 2, 1 ga 3 nima qilish kerak. Mana shu yerda nemis bo'lishimiz kerak. 1 ga 3 bo'ldimi, chiqib ketishimiz kerak. 1 ga 2 bo'ldimi, chiqib ketish kerak. Ayniqsa, masalan, bu realda bo'lib turgan bo'lsa, mumkin, bo'lishi mumkin, lekin prop kompaniyada ishlab turganda bu mumkin emas. Chunki sizda risk management har doim sizni tepaga olib ketadi. Prop kompaniyada ishlab turganda, chunki oldin qoida bu. Shuning uchun ham 1 ga 2, 1 ga 3. Endi o'zingiz uchun buni bitta narsani bilingki, minimalniy risk roverda holatini kelib chiqing. Masalan,
Men o'zimga nima qilganmanki, menga 1 ga 5, 1 ga 5 deyman. 1 ga 0.5 error yokida 1 ga 2 error in minimum. Ya'ni mana shu bo'lsagina men foydali chiqish qobiliyatimga egaman. Masalan 1 ga 2 bo'lganda 60% benefitga siz qoplaydi. Lekin masalan risk reward qancha ko'tarilgani sari win rate shuncha tushadi. Masalan sizda 30% win rate bo'lsa, 1 ga olasizmi, unda foyda chiqa olmaysiz. Siz oshishingiz kerak. 1 ga 4, 1 ga 5. Shuning uchun o'zingizni win rateingizdan kelib chiqqan holatda risk rewardni to'g'rilab olishingiz kerak. Agar sizda 60% win rate bo'ladigan bo'lsa, 1 ga 2 satnashni bermaydi. Shuning uchun aytamanki, minimalniy holatlarini bilib oling. Ya'ni siz kimdanlar risk qiladi-ku, risk qildi, stop qo'ydi-da, 1 ga 1 bo'lgani yopib oldi. U to'g'ri kelmaydi, chunki win rate unda 1 ga 1 bo'lishi uchun hech bo'lmasa 60% chiqish kerak. 60% bir 40%. 6 ta minus, 4 ta plus. Unda qoplamaydi-ku. Unda qoplamaydi. Hech qanaqa nima bo'lmaydi. Shunaqa joylarda bor. Shuning uchun aytamanki, win rate aniq bilib olinglar. Shunga qarab risk rewardlar to'g'rilab olinglar va eng minimalni bilib olinglar. Masalan, shunaqa holat bo'lib qolishi mumkinki, siz direktga kirmoqchisiz, minimalnisi 1 ga stop pastroqda 1 ga 1.12 chiqyapti. Qoplamaydi, chunki sizda 1 ga bo'ladigan bo'lsa, foyda deyishingiz mumkin, lekin bu risk management agar siz to'g'ri qilib olgan bo'lsangiz bo'lmaydi. Shuning uchun 1 ga 2 bo'ldimi, kirish kerak. 1 ga 2 bo'lmayaptimi, lutf o'tkazib olgan yaxshiroq. Shunda. Chunki siz masalan tepaga stop qo'yib qo'yishingiz mumkin, lekin target metda bo'ladigan bo'lsa, stopni tepani olmasdan pastga tushib ketish ehtimoli ham bor. Keyingisi risk limitlar, trade, ideya, periodlar. Bu nima deydigan bo'lsak, masalan, sizga riskga limit berishimiz kerak. Risk deganda bu siz zikr xonagan berishingiz mumkin. 1. Riskni umumiy holatga berishingiz mumkin. 2. Masalan, siz tasavvur qiling, shunaqa holat bo'lib qolishi mumkin. Siz ikkilanyapsiz. Ya'ni mana shu PDdan ketadimi hozir yoki tepadagi PDdan ketadimi? Lekin tasdiq bo'ldi, hammasi bo'ldi. Mana shu yerda ko'pchilik o'ylanadi. Shunaqa momentlarda sizlarga tavsiya, risk masalan kunlik anaqasi, trade va ideya. Kunlik anaqasi 1% deylik. Masalan, kunlik drawdown yoki bitta ideyaga 1% qilmoqchiman. Endi bitta ikkilanish bo'lyapti. Ikkilanish bo'lib turgan paytda hamma sabab nima qilish kerak? Pastdagidan tepadan yoki pastdan tasdiq beryapti. Shunday paytda 0.5 risk qiling. Ya'ni 1% ni shunda ikkiga bo'lish kerak edi. 1% risk qilish, 1% ni yoki 0.5 ni risk qilish kerak. Pastroqda agar u stop oladi, tepaga ketib qoladigan bo'lsa, siz masalan order flow babsel, tepada holatda 0.5 qilasiz, shunda option holati 1% bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Shunda ideal bo'ladi. Endi o'zingiz uchun shu narsani bitta narsa qilib olingki, 1 oylik umumiy prostatikani qilib olish kerak. Bu ham bu realga, ham nimaga o'tadi. Prokoda nima ko'pincha realdagi holatdan kelib chiqib nima qilganman, bitta 6%, endi masalan katta depozitga nisbatan qilinganda, shu uchun ham to'g'ri tushunasizlar deb umidamiz. 6%, masalan 100 ming akkaunt bo'ladigan bo'lsa ham 1%, 2%, 6%, 6 ming dollar bo'ladi. Endi menda umumiy holatdagi 1 oylik sizda limitingiz bo'lsin. Ya'ni umumiy qancha menda limitim nima ketib qoldi. Umumiy holatda qancha menda limitim bor va qancha periodda bo'lishi kerak. Ya'ni bir oy davomida menda 6% minus bo'ladigan bo'lsa, men oyda yopaman. Masalan, menda birinchi hafta, ikkinchi hafta, uchinchi haftada 6% minus bo'lib qoldi, men oyda yopaman. Keyingi oyga tayyorgarlik ko'raman. Lekin bu oyda yopdim degan ma'noda. Agar shu narsani qilmaydigan bo'lsangiz, zararni eng cho'qqisi yetasiz. Masalan, 6% bo'ldimi, prosta yopish kerak. Chunki bozorda nimaga oylik deyapman? Chunki bozorda o'zi bermaslik ehtimoli ham bor-da, albatta. Shuning uchun ham kutish kerak. Keyingi oyga, chunki nimaga keyingi oy? Chunki yangi kvartal bo'lib qoladi yoki yangi period bo'lib qoladi. Shuning uchun ham bu narsa yordam beradi. Endi drawdown protokoli bu juda ham muhim. Buni men bitta joyda o'qib qoldim. Juda ham kerak degansi, prop kompaniyalarda, hedge fondlarda risk bo'limi treyderlar tomonidan qo'llaniladigan protokol. Ya'ni drawdown protokoli bu trader katta zarar ko'rganda kapitalni saqlash va savdoni barqarorlashtirish uchun bajaradigan harakatlarning algoritmi. Bu endi prop kompaniyalar ishlaydiganlarga bas, chunki prop kompaniyalarda slip bo'lib ketib qoladi. 500 dollar bo'ldi, qochsa. Endi bu real akkauntda ishlaydiganlar, masalan 10 ming dollar puli bor, 20 ming puli bor yoki 100 ming dollar puli borlarga ko'proq ishlab beradi. Chunki prop offline proplarda, hedge fondlarda bu protokollar ishlash sababi ham bor, chunki ularda 5 million, 6 millionlik katta kapital bo'ladi va shu kapitallar boshqarish uchun traderlar nima qiladi? Traderlar masalan minus qilib qo'yishdan boshlatib bo'lmaydi. Ularda masalan to'g'rilash kerak, boshqa narsa qilib o'shanaqa protokol. Endi protokol ishga tushadi qachon? Trader juda katta zarar ko'rganda va to'g'rilash kerak bo'lgan holatda, masalan unga aytilyaptiki, bo'ldi. Dedik masalan aytilyapti, protokol bitta bandi qaysi maksimal drawdown, ya'ni
kapitalda tushish darajasidan trading to'xtatishini aniqlash. Masalan, o'zi shunday narsa qilingki, menda 5% yoki 10% drawdown bo'ladigan bo'lsa, men to'xtataman trade'ni. Birinchi protokol. Ikkinchi protokol tradingdan qancha vaqt tanaffus qilishni belgilash. Ya'ni men shuncha minus qilib qo'ygan bo'lsa, обязательно bunga yechim, minus qilib qo'ydingizmi, katta minus qildingizmi, обязательно bunga yechim, dam olish, tanaffus. Bir hafta dam olaman yoki 2 hafta dam olaman yoki 3 hafta dam olaman. Bo'ldi, shuni yozib qo'yish kerak. Undan keyingisi riskni qachon kamaytirish va qachon qayta oshirishni shartlarini belgilash. Masalan, shuni sandan to'g'ri qilib berish kerakki, riskni qachon kamaytirish kerak, shu noldan pastga tushganda yoki 2% dan pastga tushganda hozir buni pastda o'qib beraman. Qachon oshirishni shartlarini bilib olishingiz kerak. Protokolni o'zi nimasi. Bu qaytgandan keyin, bu masalan tanaffus bo'lib, qaytgandan keyingi protokol bu. Ana nimalarni sistemani qo'yib olishingiz. Chunki siz masalan batda azaltasiz, minus qildingizda, o'sha narsa qoplashga tushadi. Endi batda bo'ldi, masalan sizda 10% bo'ldi protokol bo'yicha. 10% dan keyin pastga o'tadi, tanaffus olishingiz kerak. Chunki hedge fondlar traderlarni yoki prop kompaniya traderlarni masalan 10 ming minus qilmasdan tasavvur qilinglar, katta minus qilib qo'ydi. Katta minus qilib qo'ygandan keyin drawdownni bor, drawdownni ber va minus qilib qo'ydi. Undan keyingi protokol o'tadi. Qancha vaqt dam olmoqchisan? 2 hafta dam olmoqchisan. Bo'ldi, 2 hafta ketdi. Undan kelgandan keyin risk qachon kamaytirmoqchimisan, qachon oshirmoqchisan. Risk kamaytirish deganda masalan bitta entry qiladi, stop olsa, stop nima qilib qo'ysa, risk kamaytiradi. Agar tapa oladigan bo'lsa, kim tapa oladigan bo'lsa, keyingisini oshirib boradi. Endi bu ketdi. Agar depozitni 5% ga tushsa, tradingni bir hafta to'xtatiladi, umuman uziladi. Qaytadan keyingi riskda 0.5 ga tushiriladi va drawdownni 2% ga yetgungacha 2% ga qaytgach, riskni yana oshirish mumkin. Ya'ni 5% dan 2% gacha 0.5 qilinadi. 0.5 masalan 2% tep o'tgandan keyin tepga ketadi. Agar yana 3% dan ko'p tushsa, riskni yana kamaytiradi. Tushunyapsizlarmi? Shunday joylari bor. Ya'ni riskni kamaytirib, ko'paytirib, kamaytiradigan paysalar borda. Shuning uchun shunaqa protokollar tuzish kerak. Bu narsa обязательно. Buni tushuntirib berdim menimcha. Risk management dinamichniy va statichniy. Mana bu yerda nima qilingan? Dinamichniy-da meni bitta nima qilingan? Bu imonni datadan olingan, shu uchun rus tilida nima qilib o'tirmadim. Dinamichniy risk management, Buffett nimasi? Riskni masalan 1% qildingiz. Masalan, undan keyin 2% bo'ldi, bezubitga bo'ldi. Ya'ni aktiv management paysasi 1% qildi, 2% bo'ldi. Qaysi paytda 2% qildingiz, 7% qildi. Endi bitta dinamichniy, bitta tepa, bitta past. Chunki sizda imonni statichniy yo'q. Ya'ni men 3% bo'lgan yopaman, 5% bo'lgan yopaman degan narsa bor. Chunki bitta ikki xil holatda, statichniy risk management bor va dinamichniy risk management. Lekin juda ham ko'pchilikda dinamichniy, ya'ni 1% risk qiladi, 1 ga 7 yopadi. Bo'ldi, nima bo'ldi? 2% risk qiladi, 7% yopadi. Bunda 1 ga 3 error bo'ladigan bo'lsa, lekin bunda maslahat beraman, chunki bu valni tepaga pastga qilganda kontrol qilish qiyin. Bu narsa juda ham ko'pchilik ishlatadi, lekin men maslahat beraman statichniy risk managementga. Bir xil foizda risk va bir xil holatda risk rava. Shu narsa bo'ladigan bo'lsa, sizda davomiy ketish qobiliyati shunaqangi oshadiki, juda zo'r oshadi. Shuning uchun ham statichniy risk management juda kuchli. Endi batda siz kontrol qilasiz. 1 ga 3, 1 ga 2 da hech qanaqa tepa pastga olmasdan 1 ga 3, 1 ga 2, 1 ga 3, 1 ga 2, 1 ga 2 minimal, maksimal 1 ga 3. 1% risk. Shunda siz o'sish qobiliyatingiz zo'r bo'ladi. Endi batda risk management sistema nimasi? Aytilyaptiki batda risk parametrlari. Ya'ni menda eranim 1 ga 5 maksimal yoki 1 ga 2 minimal bo'lishi kerak. Minimal yozilaman batda. Dinamichniy chart holatida stop yoki tek qo'yaman, sistematichniy. Shunda risk limitim menda trade 1%, umumiy holatda 1% qilishim kerak. Agar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, zo'r bo'ladigan bo'lsa 2% ga oshirishim mumkin degan narsani o'zi uchun nima qilib qo'ying. Masalan, zo'r bo'lyapti, 5% risk olish kerak degan narsa emas. Men masalan 1% trade uchun bu umumiy protokol, sizda shu doskangizda turadigan protokol bu. Menda 1% risk qilaman, lekin zo'r bo'lib qoladigan bo'lsa, 2% qilishim mumkin. Zo'r bo'lib qolgan holatlarni ko'rib chiqamiz. 2% qilishim mumkin, 3% bas, 4% bas, 5% bas, chunki u o'xshamasligi ham mumkin-da. Shunday narsalar, shuning uchun 2% deyapman. Keyingisi risk va time limit. Ya'ni riskingizda time limiti ham bor. Ya'ni masalan haftasiga 2% drawdownni, ya'ni 2% qiladigan bo'lsa ishlamaysiz. Oyiga 5%.
Shundan yaxshi. Keyin drawdownni protokoli bor. Protokol o'sha aytganimizdek umumiy maksimum 5% bo'limni bitta deb qolgan bo'lishi ham mumkin-da bu. Endi qanaqadir muammo qilib qo'l qicha boshqa narsa bo'lib qolgan bo'lsa, qilish mumkin. Endi pauza bir hafta riski 1 dan sirasi 0.1 ga tushiramiz, keyin 0.1 ga 0.5 dan 1 ga qaytishimiz ham mumkin. Shu umumiy protokolni ma'nosi. Keyingisi risk on va risk off holatlari bor. Risk oshirish holatlari bor va riskni tushirish holatlari bor. Endi risk on quyidagi holatlarda qo'llash mumkin. Ya'ni aniq narrativ, ya'ni bozorni xiyolasi boshqa yozdim, boshqa narsa bo'lib ketib qolibdi. Bu narsa aniq, ya'ni strategiyasi bo'yicha, modelingiz bo'yicha juda ideal. Masalan, sizda o'z umumiy holat protokolingiz masalan 5 ta asos bo'ladigan bo'lsa, undan 4 tasi bo'ldi. Ideal. Siz masalan order flowga tushgansiz, zo'r. Mana shu yerda kechki 100% bilan shuni paytda oshlashi mumkin. Ya'ni sizda har bitta protokolingiz bo'yicha tushgan, ketdi. Aniq va bozorda aniq va dolzarb targetlar. Tepada aniq rutda FVG bor. Ya'ni to'xtovchilar, magnetik to'xtovlar bor. Hammasi ideal bo'lib shunaqa paytda qilishingiz mumkin. Ssenariyni ishlash ehtimoli yuqori ekanligini ko'rsatadigan omillar, signallar. Ya'ni albatta bu o'sha aytganimda qo'l qichib kiritish ba'zi bozorda shuni ham e'tibor qilaylik. Aniq sistema bo'yicha buni tasdiq bo'ldi, davposh bo'ldi, to'xtatib bo'lyapti, SMT ham bor. Onasining yo'sin kirdi degan holat bo'lishi mumkin. Endi qolganlari bor. Risk off, ya'ni risk tushiradigan holatlar. Bu nima deydigan bo'lsa, bozorda aniq g'oya yo'q. Ya'ni aniq g'oya deganda zo'r g'oya yo'q, lekin qanaqa balki ichini bilyapsiz, lekin aniq bitta zo'r model bo'lmayapti. Bundan paytda risk kamaytirish kerak yoki umuman bozorga kirmaslik kerak. Kutilmagan yangilikda sabab bozor beqaror bo'lsa, bu Trump mana hozirgi holatda tepaga turgan paytda bitta Trump gapiryapti. Tasavvur qilinglar, pastga tushib ketib qoldi yevro. Bu mana shunday paytda risk kamaytiriladi. Yangi omillar paydo bo'lib, dastlabki sog'liq g'oyasini bekor qilishi mumkin bo'lsa, bu nima deydigan bo'lsak, tepaga ketish kerak edi, balga ketish kerak edi, lekin tepadagi FVGdan reaksiya olib sizni modelingizni serga berib oldi. Shunaqa paytda riskni kamaytirish maslahat beriladi shu momentdan o'qida. Static risk management atdik, yigirma trade nimasini atdik, metrik analiz atdik, dinamik risk managementlarni aytib o'tdik. Keyingisi trade managementga o'tdik. Ya'ni qanaqa trade qilishlar haqida gaplashamiz. Keyin bu pozitsiya ochilgandan keyin boshqarish jarayonida bo'lib, uning maqsadini potensial riskni kamaytirish va potensial foydali maksimalni qilishdir. Mana shu yerda zonasini tushuntirib beraman. O'zim bilan o'tirishganimga hayron qolganman. Bizda qaraydi. Kapital risk bor, pozitsiya riski bor. Ajoyib. Ya'ni kapital riski bor va pozitsiya riski bor. Bu nima deydigan bo'lsa, 5 sekund beraman, nimaligini bitta o'ylab ko'ringlarchi. O'ylab ko'rdik-dan qaytamiz. Bu bozorda treyderlarning qarshi harakat qilsa, u yo'qotishga tayyor bo'lgan kapitalning miqdori. Ya'ni $1000 men risk qilmoqchiman va shu bilan ishlab lozimman deydigan bo'lsa, bu kapital riski. Endi keyingisi, ya'ni stop loss sirini ishlash ehtimolining riski. Albatta, uni ham stop oladi-ku. Uni buni narsa men stop emasmi deydigan bo'lsangiz, yo'q. Batda endi ikki xil holatimiz bor. Buni ko'radigan bo'lsangiz, agar endi ko'p yozuvlar bo'lgan, o'shanga rozi bo'lasizlar. Agar target asossiz ravishda juda uzoq qo'yilsa, stop olish yoki-da bizubitga olish ehtimoli yuqori bo'ladi. Ya'ni target tipda bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'sha aytdim-ku, dinamikni target qo'yganingizda 1 ga 6 bo'ladigan bo'lsa yoki-da bizubitga olish mumkin, yoki stop olish mumkin ketib turib. Agar ikkinchi holati bor, agar stop asossiz ravishda juda yaqin qo'yilgan bo'lsa, hatto to'g'ri g'oya, narrativ bo'ladigan bo'lsa ham bozorda tebranishda sabab zarar olish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Mana shu yerda men bitta narsani tushuntirib beraman sizlarga. Nimaga men o'zim swing trade ishlashimning sababi ham mana shu yerda va kichkina stop qo'yadiganlarga anaqa ham shunda. Masalan, tasavvur qilinglar, birinchi bitta ikkita trade ketyapti. Birinchi trade'da siz 10 pip stop qo'ydingiz. Batda endi men sistematikni haqida gaplashyapman. O'zi aslida sizdagi olinish kerak bo'lmagan yoki olinish kerak bo'lmagan lowlarni siz nazarda tutib ishlashingiz kerak bundan paytda, lekin batda umumiy holat aytilyaptiki, 10 pip stop bo'ldi deylik. 10 pip stop va kapital riski $500 bo'ladi. Ya'ni stop oladigan bo'lsa $500. Endi batda siz kapitalni riskini nima qildingiz? Ko'tardingiz yoki kamaytirdingiz degan ma'noda deymiz. Endi ikkinchi pozitsiya, endi yo'q, men xohlamayapman bu narsani deyapti. Ham kapitalni ham men xohlamayapman, boshqa narsa bo'lmayapti, ko'proq sotib qolishim kerak deganini aytyaptiki,
$250 risk qilyapti-da, 5 pip stop qo'yib berdi. Ana birinchi tradedan shuni 50% nima qilib oldi. Endi batta endi kapital riskini kamaytirdi. Da, to'g'ri, u $250 yo'qotyapti. Endi to'g'ri. Masalan, chunki $500 qatta $250 to'g'ri, kapital riskini kamaytirdi, lekin pozitsiyani riskini oshirdi. Nima deydigan bo'lsangiz, kapital riski bu pul yo'qotishi, pozitsiyani riski bu stop olishi. Tushunyapsizlarmi? Umumiy holatdagi stop olishi. Shuning uchun ham masalan siz $250 risk qilmoqchimisiz? Mayli, 10 pip stop qo'ying, 5 pip stopga tushish shart emas yoki da o'sha qanchalar pip stopga tushish shart emas. Kam kichkina stop bu yechim emas. Shuni ham inobatga olinglar. Hamma mana shu narsani inobatga olmaylik. Kichkina stop bu yechim emas. Katta stop qo'ying, kamroq risk qilsangiz ham o'sha 1 2 1 3 olib keting, bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Shuning uchun ham aytilyaptiki, bitta kapital riskini mayli qo'ying, lekin pozitsiya riskini nima qilmang, oshirib olmang. Eng nimasi shu, muhim bo'lgan joyi ham shu. Endi breakout va stop qo'yish ehtimollari, stop qo'yishlar, bezuti qo'yishlarni haqida biz gaplashadigan bo'lsak, bitta endi bitta ikkita detalni joydan tushuntirib beraman. Umumiy holatda men shu narsani narrativ haqida gapirib beray. Biz entry qilib turganimiz shundan nuqtani endi strategiyaga bog'liq hammasi. Entry qilganda expansion fazada bitta ikki xil holat bor. Ya'ni bittasi hamma tushunib olish kerakki, o'zi aslida unaqa qiyin emas bozorda topish va bozorda ishlash. Bizda 3 xil fazadagi holatimiz qilib berishi mumkin. 3 xil, 4 xil ekanlar. Bizda birinchi navbatda A nuqta, ya'ni narx qayerga bormoqchi? B. Masalan, tepada FVG bor, buy side bor, sell side bor deylik. Ikkinchi B nuqta. Narx qayerga ketmoqchi? Mana shu key leveldan, mana shu pediredan yoki da mana shu nimadan bo'ldi. Uchinchisi tasdiq. Qanaqa holat kerak? Volume, ya'ni narx imminni masalan batini ko'proq gap bo'lgan chunki misollar yo'q. Volume bor. Ya'ni masalan to'g'ri qildi, liquidity pull qildi, ketdi. Bo'ldi. Endi bitta volume, ya'ni tasdiq, uchinchi tasdiq. To'rtinchisi stopni qayerga qo'yish. Stopni shunaqa joyga qo'yish kerakki, agar o'sha joy olinadigan bo'lsa, bozorda buy ketish ehtimoli juda ham pasayishi. Masalan, to'to'si bo'ldi deylik, to'to'si bo'ldi, SMC bo'ldi, hamma joyda detalni bo'ldi, mana stop qo'ydingizda, men yerda FVG balki BPR bo'ladi, mana shu keldi, men yerda intellekt qildi, pastga stop qo'yib. Chunki stop qo'yib qo'yganing sababi yana bir marta hammalar shuni narsa qilinglarki, stop olsa bozorda buy ketish ehtimoli pasayishini o'zlaringning nimalarni qilib olinglar. Agar masalan shunday joyga qo'yish kerakki, masalan shu joyda oldimmi, bozorda bo'ldi, katta ehtimol bilan ketmasligi kerak degan narsa qo'yib qo'yish. Hamma nima qilib beradi-ki, shunday joylardan qo'ygan. Bunday qilib o'sha liquidity pool dastiga chiqarganini juda ko'p ko'pchilik manfaat bo'ldi, chunki hamma mana V yasab turganda stop bekib qo'yadi. Hali dedan narsa yo'q. Bitta stopini oladi, ketadi. Umumiy holatda mendan kirish kerak, pastga stop qo'yish. Chunki keyingi marta, ya'ni 3-marta kelib sweep qilishi endi bu mantiqsiz. Yoki da mana holatlarda keldi, to'to'sib qildi va bunday bo'lib chiqib ketdi-da, bunday bo'lib keldi deylik. FVG keldi, boshqa holatlar bo'ldi, bitta chiqib ketdi. Chiqib ketgandan keyin breakout bo'lgandan kiriladi, lekin mana shu yerda likvid qolib ketdi. Qaysi holatlarda? Даже bu masalan aytishlari mumkin, breaklarga javob berdi. Da, bunday deylik, hozir breaklarga javob berdi, degan faktorlar bo'lib qoladi. Javob bo'ldi. Bunday bo'ldi deylik. Bunday bo'lib turib, bunday bo'lib ketgan. Metda yarim debda nima qolib ketdi. Pejada qolib ketdi. Lekin metdagi yangi kun ochildi, yangi kunda FVG bo'ldi, FVG kelyapti, bo'ldi. PDXga qachon qolish kerak deyapti, menga nima qilib qo'yapti, stop qo'yib qo'yapti, lekin stopini olyapti, nimaga olyapti? U inson stopini metda turadi, FVG metda nima bo'lib turadi, FVG tush uchun keldi, bo'ldi. Endi sizlar qanaqa qo'yishlaring kerak degan bo'lsa, masalan, to'to'sib qildida, ketib turgan momentda yoki endi FVG kelib berganda men stop qo'yib qo'ysalar, chunki batda liquid yechildi. Yana bir marta kelib yechilishiga mantiqi yo'q. Tushunyapsizlarmi? Mantiqi yo'q. Shunday holatlarda biz qo'yishimiz kerak. Stopni. Keyin targetchi deydigan bo'lsak, targetni shunday joyga qo'yishimiz kerakki, bu trade planda nazarda tutilyapti. Target shunaqa joyga qo'yishimiz kerakki, tasavvur qiling, metda nimalarda klassikada bitta zo'r gapi bor, shu yoqada. Ya'ni supportdan resistinggacha degan narsasi bor-da. Ya'ni bular masalan nima resisting bo'lib, supportga aylanadi, supportda kiradi, mengacha eng yaqin bo'lgan qaytaruvchi zonaga ishlaydi. Shu narsa yoqadi menga. Endi bu nima deydigan bo'lsak, tasavvur qilinglar, sizlarda voy onasini xullas, mana metda qanaqadir buy side bor deylik. Narx ketyapti, boshqa narsa qilyapti. Menda masalan buy kirgansizlarda
maslahat beraman shu именно shu buy side'ga emas. Masalan, bu yerda chunki bitta shpilka bo'ladi-da, bu yerda qanaqadir rejection zonalar, qanaqadir holatlar bo'ladi. Rejection zonalar обязательно bo'ladi. Shunga yaqin qolganda iloji boricha ketishdi yoki 1-2, 1-3 bo'lganda ketishdi. Chunki mana shu yerda juda ham katta talpa bo'ladi. Talpa bor. Chunki bu yerda sirk radiollar ham, tipi buzuvchisi bayk radiollar ham bor. Shuning uchun bu yerda shum. Sizlar shundan payt savdo qilishlaringiz kerakki, bozorda shum bo'lmagan payt savdo qilsanglar, o'shanda idealizm bo'ladi. Masalan, men ko'rgan bo'lsa, e'tibor bergan bo'lsalar, yevroda imminni jumami, vallohu alam, juma emas, payshanbani lovini olib, payshanba lov yasagan, dushanbani o'zini bitta lov olishidan men bay kirganman. Imminni nimaga? Chunki atda hamma range poundga tushib qolgan, range pound bo'lib qolgani hisobiga yo tepaga buzishni bilmaydi yoki tep biz bakka buzishni bilmaydi. Shuning uchun bitta to'xtab qildi, undan keyin bitta break qildi, ketdi. Umuman stopim yaqinlashmasdan holatga ketdi. Mana holatda ham double push bo'lib qoldi, flag kelish kerak, flagini keldi, ketdi. Pastga stop qo'yib qo'yganman deylik. Stopim olmadi. Futures olib qo'ydi, lekin sevdi olmadi. Meni o'zini nimasini qildi, baribir algoritmni bo'yicha qildi. Shundan yoqdi. Endi yo ikkingisini nima qilmayman. Bez ubitga qanaqa deydigan bo'lsak, bezubitga qanaqa qo'yish kerak deydigan bo'lsa, bezubitkani tushirib ketaman. Tasavvur qilinglar, bunday qilib kir deydi. Masalan, bozorda metda kir deyiladi, metga stop qo'y deydi. Bezubitkani ma'nosi qachon bo'ladi? Bezubitka qachonki tasdiqlangandan keyingina qo'yish kerak. Endi uni ham yo'li bor, uni ham simboli bor, uni ham nimasi bor. Ikki xil holatni tushuntirib beraman. Qo'li qichiydiganlar bor, qo'li qichimaydiganlar bor. Buni sana tushuntirib beray. Bizda ikki xil holatda stop training, ya'ni stop surib borish bor yoki bezubitga qo'yish bor. Endi ikkalasidan ko'rib chiqamiz. Masalan, o'zi aslida qo'li qichiydiganlar shundan so'ng beraman, metga enter qilib yoki stop qo'yib qo'ydingiz. Siz enter qilganingizdan keyin bitta adkat berishni kutasiz. Adkat bergandan keyin o'sha adkat bergan hayni break qilgandan keyingina masalan qanaqadir metni enter qilganmisiz. O'sha entry masalan voy, men tushuntirib berib qolay. Tasavvur qilinglar, bunday qildik. Metdan kirdingiz deylik. Stop metga qo'ygansizda va shundan so'ng ma'nosi tepa ketyapti, bitta adkat bo'lishini kutasiz. Ungacha stop surish yo'q. Adkat bo'lishini kutasizda, o'sha adkat bo'lgan hayni break qilgandan keyin, o'shanda bezib ubitga solib qo'yishingiz mumkin. O'shanda, lekin olish ehtimoli ham bor, albatta, nima qilinmaydi. Bu ko'pchilikga maslahat berilmaydi. Men o'zim maslahat beraman, lekin qo'li qichiydiganlarga shunaqa qilsangiz ehtimoli bor, 50 Lekin keyingi masala qanaqa bo'ladigan bo'lsak, masalan, keyingi eng xavfsizi qanaqa deydigan bo'lsangiz, tasavvur qilinglar, MMX model desak. Masalan, tasavvur qilinglar, narx tushib keldi, to'xtatib yasadi deylik. Tepaga ketyapti. Metda masalan FVga bordi, FVga kelib berdi-da, siz batdan enter qilgansizda, stop qo'ydingiz, metdan enter qildingiz. Metdan qildingizda, narx ketdi. Stop biz metda metdi. Yoki metr deylik, 1-3 metr bo'ladigan bo'lsa. Narx ketdi-da, bunday qilib bitta to'xtatib yasadi, yana agressiv bo'lib ketib qoldi. To'xtatib yasadi. Shunaqa paytda to'xtatibdi training stop qilib, tepaga surib borishingizga sizning haqqingiz bor. Chunki nimaga vaqt qo'yib qo'yishim kerak? Men bizga qo'yib olmaymanmi deydigan bo'lsangiz, chunki mana shu yerda olishi, sell trendi boshlanganini biladi. Mana shu yerda sizda 1-2, 1-3 ta yopib olishi mumkin. Shunaqa paytda to'xtatib bo'ldi, tepaga ketyapti, stop surasiz. To'xtatib bo'ldi, tepaga ketyapti, yana stop surasiz. Shunaqa qilib tepaga surib keta olish kerak. Shundan jozibador holati bo'ladi. Shunaqa. Фиксированные правила по менеджменту не работают. Ya'ni aytilyaptiki, ma'nosi boshqaroq o'z aslida. Fixini men kelganda 1-2 masalan 1-2 bo'ldi, 1% ni olib qolaman, 1-3 bo'ldi, 1% ni olib qolaman deyish mumkin emas sistemada. Batta menejment ishlamaydi. Bu narsa mumkin emas. Kimlar ishlatadi-ku, fix qilib olish kerak, boshqasi qilib olish kerak. Yo'q. Yo tek, yo stop, yo tek, yoki bezubitga. Shu. Ya'ni kimlar aytishi mumkin bu narsa, lekin haqiqiy sistema menejmentda bu narsa ishlamaydi. Pozitsiya eding, ya'ni buni pozitsiyani qo'shib borish. Buni oddiy tilda tushuntirib beraman. Qanaqa misol qilmadim. Asl ma'nosi, mantiq shunday narsaki, bu ma'nosi nima? Pozitsiyani qo'shib borish. Mana bu yerda ko'rgan bo'lsanglar, entry buni favoridan qilindi, tepaga stop qo'yib qo'ydi, deyildi, to'g'rimi? Endi keyingi pozitsiya ochishlar shunaqa bo'lish kerakki, birinchi ochgan pozitsiyalarni nimasini qo'yib berishlaring kerak. Ochgan nuqtasi qo'yib berishlaring kerak. Birinchi pozitsiya 0 da, keyingisi minus topilishi kerak. Bu nima deydigan bo'lsa, sizda chunki 1% holatimiz bor edi. Bu minus 0 da topiladi, minus topiladi. Shuni siz adashgan, chunki menga qaytib kelmaslik kerak.
tushunyapsizlarmi? Ya'ni men yerda masalan men yerda siz enter qildingiz deylik, men yerda siz enter qildingizda stopni men yerga qo'ydingiz va narx ketyapti deylik, men ketdida men undan bo'lib to'sib qildi va mana shu yerdan siz kirdingiz, endi mendan kirdingizda mekka stop qo'yib qo'ydingiz, mekka stop qo'yib qo'ydingiz, chunki narx yana bir marta qaytib keliberishi mantiqsiz. Buni bezubitkaga, buni stopini mekka qo'yish kerak. Eng idealligi shu. Yokida ana to'sib qilgandan keyingina break qilgandan keyin kirib to'sibni lowga qo'yib qo'yish. Undan masalan yechimlog'i shu. Tushuntirmoqchi bo'lgan hamma narsalarim shulardan iborat. Da, to'g'ri, masalan oddiy tushuntiriladi, boshqa narsalar, lekin shu narsaga amal qilinsa, shu narsalarga e'tibor qilinsa, shu narsalarga holatidan kelib, ko'rib, to'g'rilansa, ancha manfaatli bo'ladi. Chunki bu ham bir tradingning asoslaridan bittasi-da. Bu narsa to'g'rilanmas ekansiz, sizda nima bo'lmaydi. Endi masalan, o'zi aslida bu narsani qanaqa kelib chiqish kerak desangiz, risk menejmentni masalan o'tirib olib, masalan kimdir bo'ladigan bo'lsa, sochib, masalan o'zimiz o'quvchilarimiz arasida ham bu narsa bo'lgan, sochib yoki o'zimizga olishadi, sochib, nima ishlaysan, propda ishlaydigan bo'lsa, buni sistema ishlaysan degan. Masalan, reyerda ishlayman, reyerda ishlaydigan bo'lsa, buni sistema yoki razgon qilmoqchiman. Razgon qilmoqchiman, rozimsan shu narsaga, rozimsan bunaqa sistema bo'yicha ishlaysan degan narsada ular shablon bor. Bu narsani shablon bera olmayman. Endi bu narsani standartini, bu gapirishlarini, tushuntirishlarini, qanaqa formula ishlatishlarini hammasini detalni tushuntirib berdik. Manfaatli bo'lganimizga xursandmiz. Hammaga rahmat. Charchamanglar. YouTube kanalda obuna bo'lib qo'yinglar. Обязательно tipida nimada, buyoqda Telegram sekasi ham bor. Sizga ham o'tib qo'yinglar. Обязательно. Hammaga rahmat. Charchamanglar.